Hammaga assalomu alaykum. Pochtamizni oldik BTSdan. Borib raspagovka qilamiz endi shunga. Avvaliga Xo'p, bizga Yaponiyadan original katta platali PlayStation 3 joysticklari keldi. O'ta ideal holatda, yangiday holatda desa ham bo'ladi. Bemalol ishlatilgan, ishlatilmagan endi ozroq ishlagan bo'lishi mumkin. Xullas, juda ham zo'r holatda katta platali bu restavratsiya emas. Hozir buni bir ko'ramiz. Ochib ko'ramiz hozir. Salafaga o'ralgan ekan. Bunaqangi joystiklar bo'ladi. Sifatini bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Yaponiyaniki bu original katta platali va nima deydi bu restavratsiya, bir yangilangan degan narsalar yo'q bularda. Hozir ideal holatda, yangidek holatda desa ham bo'laveradi. Bu yerda yana boshqa ranglari bor. O'sha masalan mana bunaqangi stальной ranglari ham bor. Bunaqa bo'ladi. Yangidek holatda bo'ladi. Bu joystiklar nima deydi? Odamni qaritib yorsa ham kerak, 4-5 yilga ketadigan darajada bo'ladi-da. Ozroq masalan bir 2 yildan keyin bir rezinkalarni almashtirish bu hech qanaqa muammo degani emas. Bular 4 kontaktli-da, bu 4 kontakt bo'ladi. Har bitta tarafida demak 4 kontaktli bo'ladi. Buni roliklari demak analiklari o'ta baquvvat. Mana shu original pultlar, mana shu original joystiklar hozir kolичествоda bori 16 ta. Ulgurib qolinglar. Juda ham zo'r. Bu Yevropaniki. Bular hammasi Yaponiyadan kelgan. Bu o'zimdagi yevropeyskiy joystik bu. Yani solishtirish uchun aytyapman, lekin bu ham 4 kontaktli, bu ham zo'r. Original bu qoralari $30dan, mana bir ranglilar $35dan turadi. Bu yerda qora rang bor, stальной, qaymoq rang, keyin военный свет desa ham bo'ladi. Военный свет ranglari bor. Qoralari $30dan, qolgan ranglar $35dan. 10 tadan ko'p olganga normalni kelishtirib beriladi, xudo xolasa. Telefon nomerimiz bu yerda, Telegram ichkamiz bu yerda. YouTube kanalga a'zo bo'lib qo'ying, like bosing, do'stlarga ulashing. Bizda buguncha shular. Kelgusi ko'rishguncha xayr, paka.